Rulda ketayotgan paytimda o'zimni yomon his qila boshlab, yurolmay qoldim. Yo'lda to'xtab, boshqa mashinada, yo'lovchi mashinada biz klinikamizga olib kelinganlar. Mana bu yerda juda yaxshi qabul qilib olishdi. Navbatdagi bemorimiz Hakim Ferkin aka bizga Tyussel Medical klinikamizga bir hafta oldin og'ir ahvolda kelib tushganlar. Bular anamnezlarida oldin insult, infarkt o'tkazmaganlar. Qafaqon kasalliklari bilan kasal bo'lganlar, lekin qon bosim unchalik yuqori bo'lmagan, eng yuqorisi 140 bilan yurganlar. Men bu yerga joylashganimga bir hafta bo'ldi. Men ilgari yuqori bosimda yurib sinagan emasman o'zimni. Doimiy ravishda antiagregantlar, gipotenziv dorilar qabul qilmaganlar. Bizga kelgan kunlari shikoyatlari ko'ngil aynash, qusish, bosh aylanishi, atrofda chirqpalak bo'lib aylanishi, undan tashqari sovuq ter bosib, bular yo'lda ketayotgan bo'lganlar, o'sha paytda mazalari bo'lmay yurolmay qoldim. Hozir majbur bo'lib to'xtab boshqa mashina orqali yetib keldim. Yo'lda to'xtab, boshqa mashinada, yo'lovchi mashinada biz klinikamizga olib kelinganlar. Kelgandagi qo'yilgan tashxis u bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishi, vertebra-bazilar basseynida ishemik turda buzilishi tashxisi qo'yilgan. Shu tashxis bilan davoni boshlaganmiz. Kelgan kunlardan, kelgan soatdan, o'sha kelgan minutdan davo boshlangan. Mana bu yerda juda yaxshi qabul qilib olishdi. Keyin doktorlariga tasannalar etishim kerak. Rahmat, juda yaxshi qabul qilib, birpasda tashxislarni qo'yishib, kerakli yordamlarni berishdi. Muolajalardan boshlab yuborishdi. Bir haftada o'zimga oldimga yaxshi olib kelib qo'yishdi. Davolash prosesida biz foydalangan dorilarimiz antiagregantlar, antikoagulantlar, gipotenziv dorilar, undan tashqari nootrop moddalar, bosh miya qon aylanishini yaxshilovchi, tomirlarni kengaytiruvchi moddalardan foydalanganmiz. Mana hozir bir hafta davomida bemorimizda ancha yaxshi dinamika kuzatilmoqda. Qon bosimlari normada 120, 110, 130 dan oshgani yo'q. Bemor doimiy ravishda nablюдениеda kuzatuvimiz ostidalar. Bizda mana Shoiraxon, yosh nevropatolog doktorlari bor ekan. O'tkirlaraxon, yosh kardiolog ekanlar. Mana hamshira qizlar tinmay mehnat qilib turishibdi. Bu yerda sharoitlar juda ham yuqori darajada yo'lga qo'yilgan ekan. Bu taomnomalari, menyulari juda bir xuddi xonadon taomiga o'xshaydi. Tozalik, tartib, hamma juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Shu tashkil etgan, shu yerda qurib, shu xalqimizga manzur qilib bergan, ham quruvchilari bormi, o'sha shifokorlari bormi, ishtirokchilar hammalariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman. Kimda mabodo sog'lig'idan shikoyat qiluvchilar bo'lsa, shu reklama shaklida emas, siz ko'ngildan aytaman, haqiqatdan shularga murojaat qilishsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi, yaxshi davolanib ketadilar degan umiddaman. O'ylaymizki, xalqimizga bu klinika hali ko'p yillar xizmat qilish kerak. Xizmat qiladi ham deb o'ylayman. Bular martabalar ulug' bo'lsa, biz qariyalar bularni faqat duolarini qilamiz. Shularga duo qilib, yaxshi ularga sihat salomatlik, ishlariga omad tilab qolaman. Jenelar ham juda yaxshi. Mana hozir menda asrash ham bor edi. Mana hozir apparatlarni olib kelib qo'yishdi, mana oldimda turibdi. Shu foydalandim, lekin foydasini sezdim, yaxshi. Men ilgari buni apparatlarni ishlatib ko'rmagandim, to'g'risida. Eng avvalo yurtboshimiz boshlar omon bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Ana shu sharoitlarni yaratgan, shu yerga mehnat qilgan, xizmat qilgan insonlar hammalari tan jonlari sog' bo'lsin. Topganlari yaxshilikka buyursin, martabalar ulug' bo'lsin, oilalarda tinchlik, xotirjamlik, o'zlari sog' salomat bo'lib, xalqimizni mana shu duolarini olib yurish bilan hamisha nasib etsin.